eng zo'r instrument balans tekshirish. Yaxshi moliyachi balansni bitta ko'rishda aytib beradi korxona qanaqa ahvoldaligini. Korxonada moliyaviy audit o'tkazishning eng to'g'ri usuli meni o'zim tekshiraman. Bolalarning o'zini hisobotini menga o'zimga olib kelishadi. O'zi balans ko'rganinglarda o'zi aytib turadi sifralar. Balans och desanglar, balans ochsanglar, o'zi shuni ko'rib turasizlar. Qayerda xato borligi. Seriyo chastiga bitta o'sha mahsulot chastiga otsanglar, mahsulotda agar pul ishlayotgan bo'lsa, demak, o'tda nimadir bor. Ishlab chiqarishidan ortiqcha mahsulot saqlab turgan bo'lsa, demak, o'tda nelikvid mahsulot bo'lishi mumkin. Ya'ni hali beri ishlatilmaydigan mahsulot. Demak, o'tda qiymat ushlab turibdi, sizni pulingiz muzlagan o'tda. Yoki yana bittasi debitorka deydi bizda, qarzdorlik. Balans ochganingizda qarzdorligiga yoki haqdorligiga kiradigan bo'lsangiz, o'tda ham osilayotgan pullar bo'lishi mumkin. O'zi audit qilishda mana shu balans o'zi eng zo'r vosita, eng zo'r instrument balans tekshirish. Balansni bitta yaxshi moliyachi balansni bitta ko'rishda aytib beradi korxona qanaqa ahvoldaligini.